talabalar yashaydigan kvartirani bilasan. Bir xonali kvartirada 26 kishi yashaydi-yu. Men hayron qolaman. Uyga qisqa qilib hidlar asartisi deb qo'ysangiz bo'ladi. Uyda yo'q, hid yo'q. Sizlar o'ynaysizlar, Toshkent changlanib ketdi, o'lib ketdi. Ular toza havodan nafas olish uchun tashqariga chiqadi, tushunyapsizlarmi? Chunki uyda o'lib olish uchun protivogaz bilan kirish kerak, tashqaridan kelayotgan odam. Men hayron qolaman, qanday 26 kishi ko'chada zo'r karta o'ynashni biladigan bo'lmishda ham kirib olishaveramiz deyman. Yoki deb bittamiz kelib turib, oshni uydagilar haydab yubordi, kvartirangizda 1-2 kun turib tursam bo'lamisa? Kelao. Men ham o'zi 2 kun bo'ldi kelganimga, deyaveraveramiz deyman. Men hayron qolaman. Voy, uyda eng qizig'i bilasan, uxlashning iloji yo'q. Odamlar aytadi, "Hali men tinch joy bo'lish kerak, qorong'u bo'lish kerak, uxlashim." Yo'q, uyda ustidan tank yurib o'tib ketmasa bo'ldi, uxlashaveradi. Chunki uyda tinch bo'lmaydi hech qachon. Telefonda gaplashyapti hamma, ikkitasi vashi bir-biri bilan gaplashib o'tirgan bo'ladi. Men hayron qolaman. Eng qizig'i 26 kishi bitta Brito bo'ladi. Haligi Brito shunaqa qalinlashib ketgan, velosiped ramasdan bo'lib ketganda, haligi soqol olmaydi, chiqib kimnidir ursangiz bo'ladi haligi Brito bilan, tushunyapsizmi?